Jağıstayga mağda valla ama Rozaxon kamdan çaqchiqib bek to'lanlaymiz. Jağıstay deb. Degan bir fursat bilan Jağıstayga kelib boradigan bo'lib qoldik. Ya'ni biz zaman Nuqmayani yerlik pivisi Jağıstay bozoriga salmoqchi. Biz mush sayyohlikda o'zinglar bilsangiz film tartib, ishkirik mang'am butun bir yil bizni qo'llab kelgan bir akamiz bor, Merdan deb Jağıstaylik. Shu netgun yog'i bizni gapirib kelsanglar bo'ladi. Qanday to'pinimda ochganimda men seni mush qo'llab Sanmış yerlik gün bir sağsan bulatdı deb bizle aloqalashgan. Şuna biz Uddul eşek manda G'o'l shahri ichiga mal tashlamadik. Jağıstayga tashlaymiz malni, G'o'lchiga qurab ketib tashlaymiz deb hozir biz Jağıstayga mandik. Bu Jağıstay bo'lsa o'qitib chaqchaqib yasab ketaman bizni. Hani berib Jağıstayga akimizdan ko'rishib yerlik pivolarni silib, Jağıstayning bazarını bir alayli chiqib qo'llash degan o'zaro bo'ldi. Mayli qanday kasb bo'lsin, o'sha qo'llagan chaqlar uningki rivoj tepib, chiqib qo'llagan chaqda uningki bir oldiga ilgirligini bilguncha qo'llash bo'lmay turib, katta hech qanday ro'yatga chiqmaydi deb o'ylayman. O'sha akalarimizning qo'llashi bizning har bir ketimiz tirishib qilayotgan ishlarimizning bir javobi bo'ladi deb o'sha qanday bir qishiga birinci ben işimizi takip edip değişimiz gerek deb o'ylayman. Unda olsa Jağıstayda ko'rishdik. Davay. Jağıstay bozoriga kelib oldik. Mana bizni davomli qo'llab kelayotgan akamiz bilan hozir ko'rishib, tag'imni unda olsa birga o'rtoqlashaylik. Mana bu Jağıstay bozoridan kelgan ishimiz o'tdi. Mana shu bayada ochgansiz. Axir sizni ko'rishga niyatlar oldikda mana. Shu bizni qo'llab kelgan. Aşağıda mangarla tatlı paranlaşıp manattık. Şuna öğren ayran paranlaşıp topladı yana. Ahır görüşüp bana biz zaman yerlik pivolarını bırakıp düşürüp de yakıp koyduk aka. Şuna öğren bizden filmin ayağına başlayıp görgen aka. Herke yattımın koyduk maşin bilen 3 saralık. Bütün cungun ailemiz degen kündün tatlı köygen. Köydüm bana hazırlıkçı kollap kelyapti. Hazırlıkçı kollap kelyaptım. Hem kuvvetli işinlarımı yaxşı. Yerlik pivolarını kollaymiz dendi. Mana yerlik pivo ama o. Ben izchil ko'ryapman. Kunnes, G'ulja, mana 9 taralarda van qo'yayotgan pijo. Mana bizni Jağıstay va ekeldik mana Chapchanlarga Jağıstay yesida. Buni setish daylesini oldim. Mushu ballar berdi. Yani vitamlik, buğday temlik degandek. Shuning uchun bir ishchib, bir tetib ko'rib chiqishlarni so'raymiz. 1,5 kilo chokolad Ana, güzel maktabettan kemer. Ana kağıtlarım şunda çıkarıp küzüp de yakıp kaptı bana. Kağıtını göçlerimi sarkılık Onunki mayaklı çalışısı var ki. Nasıl soğudan kadar. Adamcık. Kızım yaxşı yantip sebep tutmam elimizde. Şesim teyzik ya bana. Atlık durum, hem benimle yaydıgan, uşak çüşek. Kiçidigan, turmuş kılazım, hem benim belki. İsmim Merdan. Meşak tızdıgan bulduk pivolarını. Aslında biz bekarlap yaydıgan buldu. Men özüne kavap qansın barki, ateşli kaş bilan yerishirmish tamoq yedirganlarga tavsiya qilib, uningki mishari kelib ketadigan tavsiya qilib, kapalat qilib bermadi-ku, men uni yaxshi mang'uz bermam. Chapchal Jağıstayninki, Jağıstay bozorining hammasiga to'nt yetmaydi-ku bizniki yerlik pivimiz. Bizdan pivo hozir Jağıstay keldi. Butun ochiqda 20 kun ichigan yerlik pivo ochiq pivo. Qanchalik sog'lom asib yaram qilmaydi. Bundan burunimiz Jağıstaylik akılımız Jad G'o'lchiga berib uchirishib ketmay quyib bergan shu chaqda. Yaxshike deb maqtab ketgan. Abayan biz uchrab qilib, shuni ko'rib qo'ni qoldi. Shu buningni ham mishat bo'ldigan bo'ldi. Shu Merdan kamniki do'konda. Shuni kelib, kapini yeb, bizniki ulardan ishchib, hammamizni tijoratdan qo'llab bergan ishlarni yaxshi o'tkazib. Rahmat. Rivoj tepib Rahmat. Senin işlerinle texima qutlug' bo'lsin. Rahmat aka, rahmat. Texim xalqim texim qo'llasin. Rahmat aka. Fursat biz bag'ini o'qilaga. Bo'ldi. Ajnaq zavoddan chiqqan yerda ishimiz. Ma'qul.